Assalomu alaykum. Mening ismim Aziza Azam Mamajonova. Men endokrinolog, kosmetolog, integrativ funksional preventiv tibbiyot meditsina vrachi bo'lib ishlayman. Farg'ona viloyat endokrinologiya dispanseri va Primus klinikasida faoliyat yuritaman. Men sizlar bilan bugun energiya haqida gaplashmoqchiman. Nima deb o'ylaysizlar? Kimni qancha energiyasi bor? Bu energiya kun davomida faoliyat yuritganda yetadimi? Yetmayotgan bo'lsa sababi nima? Qayerda buzilish ketyapti? Ertalab hammamiz uyg'onganimizda tetik uyg'onsak va kun davomida charchoq, holsizlik holati bo'lmasa, ovqatlangandan keyin holsizlik holati bo'lmasa, demak energiya siz uchun, faoliyatingiz uchun yetarli bo'lyapti. Agar siz ertalab ezilib, charchoq, hamma yo'g'ingizda og'riq bilan turadigan bo'lsangiz, demak bu energiya siz uchun kun davomida yetmaydi.